Assalomu alaykum kanalimizga obunachilar va qadrli mehmonlar. Mana bu inkubatorni ishga tushirdik. Inkubatorimiz ishlayapti. Bugun inkubator haqida ozgina gaplashmoqchiman sizlar bilan. Inkubatorimiz 100 talik. Ichiga 100 tadan ortiqchasi bilan tuxum qo'yilgan, 100 tadan ko'proq. Keyin orasida xatolari bo'lsa, shu xatolarni olib tashlab bularni pastga tushiramiz. Xatolarni olib ham tashladim. 11 ta xatosi bor ekan. Urug'lanmagani bor ekan. Ya'ni fonar tutib ko'rsangiz, ichi oppoq, hech narsa ko'rinmaydi. 11-kunda ko'rdim. Tuxumning ichida hech narsa yo'q. Tovoq qanday tug'adi? Xuddi o'sha turibdi. Ularni olib tashladim. Ularning turishning foydasi ham yo'q. Keyin bu inkubatorimiz 100 talik. 100 talik men ko'proq ketsin deb mana shunaqa qilib ustiga mana buni qo'yib kattaroq qilib olganman. Shtob ko'proq tuxum ketsin deb. Keyin buni o'chib qolmasligi uchun svet o'chgan vaqtida mana bu yoqda akkumulyator ham qo'yganman. Hozir to'kka tiqdim. Mana endi to'kda ishlayapti. Akkumulyatorni uzaman. Akkumulyatorni uzdim. To'kda ishlayapti. Mana endi to'kni uzaman. O'chdi. Mana bu akkumulyator sразу zaryadnikni ham ulab qo'yaman. Akkumulyator hisobidan ham ishlab turadi. Svet o'chsa akkumulyator bilan ishlaydi. Yana svet keldiki to'kka o'tib bo'ladi. Bu ustidagi zaryadnik akkumulyatorni to'ldirib turadi. Shtob svet o'chadigan vaqtga tayyor bo'lib turadi. Mana shunaqa gaplar. Hozircha 13-kun yomon emas. Ustini ochib shamollatyapmiz. 10 daqiqadan shamollatadigan vaqtga kelgan. 10 minutdan shamollatib olib, yana ustini yopib dalshi yoqib qo'yamiz. Hozir 100 tadan oshiqcha tuxum bor. 100 tadan oshiqcha. Endi bu yog'i Xudoning qudrati. Menga-ku hammasi chiqsa yaxshi, lekin hammasi chiqishi qiyin masala. Orasida xatolari bo'ladi. 100 ta qo'yib 60 ta ham chiqgan, 40 ta ham chiqqan, 20 ta chiqqan vaqti ham bo'lgan. 20 dona jo'ja chiqqan vaqti ham bo'lgan. Ana endi hisoblasangiz, bir dona tuxumni 2000 dan olsangiz, 100 ta tuxum 200 ming bo'ladi. 20 dona jo'ja chiqsa, hisoblab ko'ring qanchadan tushadi. Yana buni sveti bor, rasxoti bor. O'z qarashlaringiz bor, qarab turishingiz bor, tuxumlarni olib kelishingiz bor. Seryozni, menda 20 ta ham chiqqan. 40 ta ham bo'lgan, 60 ta ham bo'lgan. Bu mana bu hozir qo'yilgani 2026-yilda birinchi marta qo'yyapman. O'tgan yilda 2025-yilda 3-4 marta chiqarganmiz. Bu yil hisobiga birinchi marta. Hammaning ishiga omad. Sog' bo'lasizlar. Yana kimda qanaqa qiziqarli ma'lumotlar bor inkubator haqida? Tashab kommentariyaga yozib, agar kimgadir ma'lumot kerak bo'lsa, qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyada yozsalaringiz, xohlasalaringiz, telefon nomer so'rasalaringiz, telefon nomer beraman. Aloqaga chiqib, qanaqadir o'zlaringiz qiziqtirgan ma'lumotlar bo'lsa yoki tushunmagan joylaringiz bo'lsa, so'rab olishlaringiz mumkin. Hammaning ishiga omad. Sog' bo'linglar. Obuna, like bosib qo'yishni unutmanglar.